Hurmatli polkovnik, qator shaxsiy tarkibi ma'ruza mashg'ulotiga tayyor. Milisa deyilardi o'sha payti. Bu milisa bo'lsa ertaga. Buni keyinchalik hayoti qanaqa bo'ladi? Buni kim turmushga oladi? Bolaligimdagi 5-6 yoshligim esimga keladi. Juda chiroyli formada ikkita ayolni ko'rdim. Видимый остров, который дает мощный толчок развитию общества. Сегодня понятие силы переосмыслено. Это не только физическая мощь, но и стойкость, интеллект и способность созидать в любых условиях. O'zgarish mashaqqati bor. Shuning uchun ham biz avvalambor vatanga qasamyod qilamiz. O'sha bir ichki motivatsiyangiz, oldingizga qo'ygan maqsadlar sizni doimo oldinga undab turaveradi. Mani bu kasbim mani chin ko'ngildan faxrim bu. Bu kasb juda ko'p narsani menga o'rgatdi. Fikrlash, tanqidiy yondasha olish, o'zini tekshirib ko'rish. Menda shu narsa bor. Qayta-qayta o'zimni tekshirib ko'rishim mumkin. Bugungi kunda bevosita vazifamiz kursant va tinglovchilarga jinoyat huquqi fanidan bilim va ko'nikmalarini berish, ularni nazariy bilimlarini amaliyot bilan uyg'unlashtirishga qaratilgan. Prokuraturaning o'zi bir katta maktab, hayot maktabi. Inson taqdiri bilan, inson huquqlari bilan shug'ullanar ekanmiz. Uni taqdiriga biz shunaqa yondashishimiz kerakki, o'zimizni bir yaqin insonimizdek ko'rishimiz kerak. Har qanday davlat o'zini aholisini, xalqini turli xil darajadagi favqulodda vaziyatlarga tayyorlaydi. Bog'cha yoshidan boshlab davlatdagi barcha tashkilotlarda, oliy o'quv yurtlarida, maktablarda favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda qanday harakat qilishga o'rgatamiz. Favqulodda vaziyatlarga xalqini tayyorlagan davlatlarda shunday vaziyatlar sodir bo'lganda jabr ko'rganlar, aholi qurbonlari kam bo'ladi. Temperatura juda baland bo'ladi. Ba'zi ishlarimizni hattoki o'sha ish vaqtidan tashqarida qolib ham bajarishimizga to'g'ri keladi. Bu jarayonda menga yaqindan yordam bergan birinchi o'rinda jamoamning o'zi, prokuratura organlari tizimi, ikkinchida oilam, turmush o'rtog'im. Uning uchun oilangizni qo'llab-quvvatlash juda muhim. Vatanga sadoqat, vatanparvarlik ichki tuyg'uda bu. Bugungi kunda xizmat faoliyatimga 24-yilga qarab ketdi. Hozirgilarga men qarayman, bizga nisbatan deyman, hozirgi imkoniyatki ham xizmat qilishida, ham o'qishida. Buni faqat to'g'ri qo'ya bilish kerak va inson o'zini ustida ishlash kerak. Katta islohotlar amalga oshirilyapti va bu islohotlarning zamirida o'sha inson qadrini ulug'lash, inson qadri tamoyili bosh mezon bo'lib belgilangan. Dunyo hamjamiyatida O'zbekistonning nufuzi oshib boryapti. Ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi qonun birinchi bizada qabul qilindi. Bu eng katta bu kuch, imkoniyat. Ayolni shunchalik ehtirom qilib, shunday ko'tarib olib qo'yish ham tan berdi davlatlar. За последние годы последовательно были реализованы более 200 комплексных мер, которые направлены как на укрепление законодательных, так и институциональных основ защиты прав и интересов женщин. То есть образованные, всесторонне развитые женщины – это золотой фонд народа.